Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaqinda video qo'ygandim, savol-javob degan. O'sha savol-javob videolarida davomi qolib ketgan edi qisqa shaklda. Shulardan yana bittasini o'qib, javobini berib ketishga harakat qilaman. Doimgiday, sizga yoqsa, qo'llab-quvvatlashda davom eting. Demak, boshlayman. Birinchi savoldan. Mendan so'ragan ekan. Qoramollarga ratsion tuzib bera olasizmi deb. Men ratsion tuzib bera olmayman. Oziqlantirish mutaxassisligi bo'lgan tanishlaringiz bo'lsa, shularni topasiz. Ratsion tuzish shularni vazifasiga kiradi. Men to'liq tuzib berishni qo'limdan kelmaydi, xullas, doktor. Yashur kasal kelib deyapti. Novoslar ozib ketyapti. Yana oson va tez semirtirsa bo'ladigan usulini ayting deyapti. Yashur tegib qaytib tuzalgandan keyin u oson va tez usulda ishlatgan taqdiringizda ham u hayvonda rivojlanish juda sekin bo'ladi. Qiyin masala bu. Normal semirishini o'zi ham muammo uni. Ya'ni oson va tezi ku imkonsiz desa ham bo'ladi. Keyingi savol. Qo'ylarni tentak bo'lishini qanday davolash mumkin debdi. Qo'ylarda demak xalq tilida aytganda tentak degan kasali bor, tentak kasal deydi. U tentak kasal va soxta tentak kasal turlariga bo'linadi. Ya'ni senuroz va estroz degan kasalliklar. Senuroz bu to'g'ridan to'g'ri bosh miyani ochib, senur pufakchasini olib tashlash yo'li bilan, operatsiya yo'li bilan davolanadi. Buni oddiy odam qila olmaydi. Veterinar mutaxassis kerak. Ikkinchisini estroz holatdagida burunning ichida nimalar bo'ladi? Burun bo'shlig'ida qo'ylarda estroz qurtlari bo'ladi. O'shalarni tushirish kerak. U uchun oddiy bit ukol deymiz. Ivermektinni ukol qilish kifoya. Yaxshi ivermektin shuni tushiradi. Falshiviy bo'lmagan. Teri ostidan ukol qilsa, o'sha davolaydi soxta tentakni. Uni farqlash, boshqa kabi narsalarni veterinar yaxshiroq tushunadi. Yaxshi veterinar ajratib beradi sizga. Keyin yangi tuqqan sigirni qanday semirtirish mumkin? Savol g'alati savol. Sigirini ariqligini tuqqanidan keyin bilgan odam bu bergan savol. O'sha tinish davrida semirtirmagan odam tuqqanidan keyin semirtirishi imkonsiz. Chunki hayvon tuqqandan keyin qancha oziqani ko'paytirsangiz, suti ko'payadi, u o'ziga olmaydi. Suti ko'payadi, suti ko'p beradi. Lekin o'zini semirtirish hayvonda haligi kuchga to'ldirib, laktatsiyani jadal o'sha sutni zo'r sog'ib yuqori mahsuldorlikni olaman degan odam o'sha tinish davrida 2-3 oy tug'ilishidan oldin hayvonni tindirib, o'sha payti hayvonni kuchaytirib oladi. Keyin laktatsiya davrida to'liq yana qayta keyingi ariqlab keyingi tinim davriga yetgunicha zo'r sut berib turadi u hayvon. Va tuqqanidan keyin hayvon ariq bo'lsa, uni keyingi marta kuyga kelishi, qochirilish kabi masalalar umuman orqaga cho'zilib ketadi. Shuning uchun tinim davri muhim. Tuqqanidan keyin hozir ko'ryapsiz hayvon ariqmi? Endi sezib qoldingizmi ariqligini? Demak, siz adashgansiz. Endi bundan buyog'iga buzoqni kechroq olasiz. Hayvon semirishi orqaga kechikyapti. Ko'p narsada yo'qotasiz. Shuning uchun tinim davrida semirtirib olgan eng yaxshi yo'l tanlov. Mol qo'ylarga jigar qurtini bu jigar qurtiga qarshi davolash so'ralibdi. Bu narsalarni anig'ini birinchi tekshirish kerak. Muammo nimada? Qanaqa qurt, qanaqa parazit bor? Ayni bor parazitga qarshi kurashilgandagina samaraga erishasiz. Masalan, jigar qurtiga qarshi ichak qurtlari dorisini berib yorishadi kimdir yoki kimdir jigar qurt bor deb o'ylaydi-da, boshqa kasalga davolab qo'yadi, samara bo'lmaydi. Shu tomonlama yutqazish bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Mol latta baklashga yeb qo'yapti. Vitamin, minerallar foyda qilmadi deyapti. Agar hayvoningiz latta baklashga yeb qo'yayotgan bo'lsa, o'zi buni lezuxa deydi. Ya'ni hayvon iste'moli uchun yaroqsiz bo'lgan narsalarni ham yeyishni, yalashni boshlaydi, yutib yoradi. Sintetik materiallar oshqozonda to'planadi. Vitamin, minerallar foyda qilmayapti deyapsiz-ku. Siz simptomni ko'rib keyin vitamin, mineral beryapsiz. Vitamin, mineral qoidasi bo'yicha yil 12 oy berib yuriladi. Mana shunaqa simptomlar chiqmasligi uchun. Va boshqa mahsuldorlik jihatidan yaxshi samarali bo'lib turishi uchun, hayvon o'zidagi potensialni chiqarib bera olishi uchun, ko'p sut berish, yaxshi buzoq berish va hokazo.
Endi bu holat boshlangandan keyin beri boshlayapsiz-ku. Bu vitamin, minerallar yetishmovchiligi bitta ukol qilib yoki ozuqasiga qo'shib davolanadigan narsa emas. Bu qancha vaqt ketadi. O'sha bakalashga yeb boshlaguncha qancha vaqt ketgan bo'lsa, uni qayta o'zini tiklash uchun ham shuncha vaqt vitamin, mineral bilan ta'minlab turishingiz kerak. Shundagina yo'qoladi bu yana. Keyingisi. Terida jun to'kilib qolyapti debdi. Doim qashlanadi, chistatel ishlatdim, foydasi yo'q. Yalab qonatib boryapti debdi. Buni davosi chistatel emas. Chistatel haqiqatan ko'zingiz bilan ko'rganingizdan keyin o'sha bit deymizmi, kana deymizmi, haqiqiy tirik parazitni ko'rganingizdan keyin u chistatel ishlaydi faqat tashqi tomonga. Sizda muammo hali nimaligi noaniq, chistatel ishlatib davo topmayapti deyapsiz. Davo topmaydi ham. Chunki sabab umuman boshqa bo'lishi mumkin. Vitamin, mineral moddalar yetishmayotganligidan bu darajada kuchli bo'ladi o'zi. Kuchli nimalar? Qashlanishlar. Salom, vitamin kompleks qoramol gormon emasmi? Qo'llash qanchalik to'g'ri? Vitamin kompleks qanchalik qo'llash to'g'ri deyilgan. Qo'llash to'g'ri, lekin uni har doim ukol qilib yurib bo'lmaydi, balki ozuqasiga qo'shilishi kerak va bir umr ishlatilishi kerak. Hayvon o'zini sog'lom saqlab yurishi uchun. Keyingisi, meni rossiyskiy olatov chatishgan sigirim kuyga kelmayapti. Nima maslahat berasiz? Uni veterinar o'zi ko'rish kerak, tekshirish kerak. Bachadonda, tuxumdonda muammolar yo'qmi? Bor yo'qligiga qarab davolashni olib boradi. Muammo emas bu, faqat ko'p mutaxassisga ko'rsatish kerak, tamom. Keyingisi, vitaminga boy sabzavotlarni ratsionga qo'shsa bo'ladimi? Xuddi qonim och qolsa, ovqat yesam maylimi deganga o'xshagan savol bu. Bo'ladi, imkoniyatingiz bo'lsa, qo'shish kerak sabzavotlarni, chunki foydasi bor, ziyon qilmaydi. Yana kimdadir savollar bo'lsa, yozib qoldiringlar. Mana shu masalalardagi mana shu asosan qoramol, qo'y, echki, ya'ni kavsh qaytaruvchilar bilan bog'liq savollar bo'lsa, bemalol kichik hayvonlar, uy hayvonlarida uncha tajriba yo'q menda. Otlarda ham tajriba kamroq. Lekin otlarning psixik kasalliklari bo'yicha o'zim qiziqqanim uchun ko'p ma'lumotlar qarab chiqqanman. Agar muammolar bo'lsa, maslahatlashamiz.